Hammaga assalomu alaykum azizlarim. Bilmayman eshitilyaptimi yo'qmi men naushnikda. Hozir men ko'chaga chiqyapman. Ana sizlarga qordi, baram chiroyli qor yog'yapti. Agar mazza havo issiq, buni qaranglar. Bironta ochiq joy yo'q, hamma joy qor. Mazza yurasizlar g'irch. Eshitdilar. G'irch bo'ladi. Oz qarab turinglar-da. Bu tarafdan kamerani ko'rsataman. Buni qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Ana o'zbek tojiklar yo'q. Ana o'zlari lopatkalarda tozalashyapti. O'z ko'rsataman. Yaqinroq ana. Ana ko'rdinglarmi? O'zbek tojiklarimiz qadri balandga oshdi. Endi qadrimizga ham yetishsin. Dvorlarda hech kim yo'q, tozalaydigan odamda o'zi yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Ana. Endi gap millatparastlikdan emas u. Ana endi ham qadrimizga yetishsin-da bizning millatda. Qanday ko'chalarda, qorlarda qirishardi. Esimda bor. 2001-yil kelganman Rossiyaga. Shu bilan qolib ketdim. Ay, ana shu deslaring o'sha vaqtlar. Bechora o'zbek tojiklarimiz hamma qorda soat 4 bilan turib tozalashardi. Biz issiqqa yotardik, eshitilardi. Hammasi g'irch qilib tozalashlari. Ana endi mana ko'ringlar. Hamma joy qor. Bironta tozalaydigan odamda o'zi yo'q. Ana shunday. Tak что, o'zlari ish qilgilari ham kelmaydi bular. Bizda millat pastga urishurdi. Endi har bitta millatda bo'ladi. Bularda ham yaxshilari bor. Har bir millatda yaxshi yomoni bor. Endi hammaga bu gap nima qilmaydi-yu? Hozir men deslaring qizimga ketyapman. Voy. Boray qizimni tishi og'rib qopti kecha. Voy yurib bo'lmaydi. Zapis qilgan doktorga. Hozir borib nevaralarim bilan o'tiray. Yurganda naushniklar ham tushib ketyapti. Sizlaringda nima gap? Yozib jo'nataveringlar, bu qorda qaranglar. Kelinglar. Kimda qor yo'qmasa biz tarafga mazza qilib o'ynab ketasizlar. Voy, hozir avvalgidaqa yosh bo'lgandami? Uyalaman-da o'ynagani hozir. Nevaralarim bilan chiqish kerak qor o'ynashga. Blandinka bo'lib ketdim bu qorga, blandinka. Ko'ryapsizlarmi? Voy. Cholim ishda bo'lmasam o'zim shunda g'izayib to'p kelardi. İşte bugün ham yaxshi прогулка qilib, mana qorlarda mazza qilib ketyapman. Bo'lmasam kuch qo'ymaydi. O'tir mashinaga. Mashinada boramiz deb. A так хоть прогулка qilyapman, verniye. Voy. Shunaqa. Xayrlashmayman hozir nevaralarimni oldiga kirib olay. Keyin kameramda yo'qaman. Ham uyga kelib oldim. Ana, o'z qizimda eshigini podyezdni ko'rsataman katta. Uy, ana kameralar qo'yib qo'ygan. Bironta kelsa qarab turadi. Ana podyezdlari katta. Hamma narsa qo'ysa bo'ladi podyezdlariga. Rossiyan plashadkalari katta. Nevaralarim betkasan, kapanka hamma narsasini qo'yadi. Ana nevaralarim turib meni kutib olyapti. Ты проснулась? Кошечка. Yana bir bor assalomu alaykum. Mana qizim uyga kelib oldim. Voy, mazza qilib o'ynab keldim. Bu yil Rossiyada bunaqa qor yog'magandi. Bu yilgi qorda ekildi bir qilib yog'ib berdi. Mazza lekin voy, agar odam yosh bo'lsa, sankalarga o'tirib mazza qilib o'ynasa, endi bu yoshda odam uyaladi. Shunaqa
Voy meni qizim, mama qizim, ashar qizim. Как ты spala? Нормально. Нормально. Voy babushkalar bularni har kuni kelaydigan bo'lgan-a? Da? Boring qizim, sochlaringiz chiroyli qilib o'rib oling, keyin sizni ko'rsataman. Mana. Sochimiz paxmayib o'tiribdi. Voy, voy, mama qizim, mama qiz. Ana qizim, mama qiz. Сладко спала? Да. Меня ждала? Mana babushkasini jidayt qilibdi bu. Oyshaxon qani? Uxlayaptimi? Spit Aisha? Ko'rdilaringmi? Bular Rossiyada tug'ilib, ming ayasi bilan dadasi o'zbekcha, tojikcha ham gapirsin, o'rischa gapirishadi. Hay, bir tarafdan ertaga uyandida qiylanishmaydi. Правильно? Да. Mana yaxshi joylarda inshaalloh o'qishadi. Rossiyalarda doktor bo'lasizlar-a? Будешь врачом? Ana doktor bo'ladi. Зато bemalol qiylanmasdan ishlaydi. Молодец. Ana biz ham Sovetskiy Soyuzda odamimiz. O'rischani maydaligimizdan gapirib kelganmiz. Mana Xudoga shukr, hozir mana Rossiyada yashaymiz. Bemalol o'rislar bilan o'rischa gapirib, uyalmasdan, o'zimizda haq-huquqimizni talab qilib yashab yuribmiz. Bir tarafdan tilni ko'p tildan nima bilsa yaxshida, mana Xudoga shukr, o'zbekcha bilaman, tojikcha bilaman, o'rischa bilaman. Armiyancha tushunaman, ko'p gapini bilaman. Yana qanaqa ozarbayjoncha, turkmancha, turkmanlar bilan ham qo'shnilarimiz bor, ular ham gapirishgandan уже ular tilini ham o'rganib olganmen. Turkmenlar gapini bunday eshitib tursalaring, turk odamlar bilan Tursiya bilan Turkmeniya ikkitagida bunaqa strana boshqa, lekin tillari o'xshab ketar ekan. Shunaqa. Bizniki uncha o'zbeklarga o'xshamaydi turklarga. Ana turkmenlarga rosa ham ko'p o'xshar ekan. O'ylaysizlarki, turk odam gapiryapti Tursiyadan. Haligi kelgan inson deysizlarda, o'xshar ekan tillari. Havas qilib aytdim dedim, Tursiyaga ham borsaring qiylamay gapirar ekansizlar desam, ha, tilimiz rosa o'xshaydi deydi. O'xshar ekan tillari. Boring qizim, boring, sochlaringizni красивый косички сделай, заплети. Красиво стань, давай. Mana shunaqa. Muisa, иди сюда. Qizimda mushiqchasi ham bor, hozir ko'rsataman. Ko'rgandirsizlar u kuni. Kamera qilgandim video. Muis. Ana qizimda mushiqchasi. Muisaxon. Muisa. Eshitgan bizlaring hadisdan Muhammad alayhi vasallam payg'ambarimizning mushiqlarning otlari Muisa bo'lgan ekan. O'shanga qizim havas qilib o'zini mushiqchasini otini Muisa qo'ydi. Muisaxon. Babushkasi o'zi sливочный maslo bersa yugurib keladi. Biroz sливочный maslo yaxshi ko'radi. Muisa, kis. Ты моя хорошая. Bu ham o'rgan. Babushkamiz kallay sarlab yugurib keladi deb. Bu ham turib oladilar, kutadi eshik tagida. Ты моя лапочка.